Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz hamkasblar, aziz vatandoshlar. Bugun sizlarga eng ajoyib mahsulotlarimizdan biri bo'lmish Menkudu kapsulasi haqida gapirib bermoqchiman. Dexten korporatsiyasining eng eksklyuziv, dunyoga mashhur mahsulotlardan biri Menkudu kapsulasi hisoblanadi. Bu noni deb atalmish, ya'ni Menkudu ba'zi manbalarda marinda deb atalmish mevaning mevasidan qilinadi. Mevali daraxtning mevasidan qilinadi. Mana ko'rib turibsiz, bu kartoshkaga o'xshaydigan, kartoshkadan sal kattaroq bo'lgan meva turiga kiradigan ajoyib o'simlik. Bu tarkibi juda ko'p aminokislotalarga boy bo'lgan meva bo'lganligi uchun bu mevani juda ko'plab insonlar sevib iste'mol qilishadi. Hozirgi kunda buni Sharqiy Osiyo, ammo Osiyo mamlakatlari, tropik mamlakatlarda uchratish mumkin. Ushbu mevani vatani tropik mamlakatlar hisoblanadi. Bu narsani bir necha 10 yillab ilgari olimlar o'ta shifobaxsh ekanligini, onkologiyaga qarshi foydasi borligini, tarkibida og'riq qoldiruvchi xususiyatlar borligini aniqlashgandan keyin bu narsa butun dunyoda ommalashib ketdi. Hozirgi kunda Dexten korporatsiyasi ham mana shunday, mana daraxtiga e'tibor berishingiz mumkin. 3 metrlik butali daraxtlarda o'sadi. Dexten korporatsiyasi buni o'zini plantatsiyalarida, o'zini yerlarida o'stirib, bizga tayyor Menkudu kapsulasini mana shunday mevadan qilib beradi. Mevalarning asosi pishgandan keyin ular juda kuchli aminokislotalarga boy bo'lgan mevaga aylangani uchun ham tarkibi juda mineral, vitaminlarga boy bo'ladi. Tarkibida vitamin, minerallar juda ko'pligi, fermentlarda juda ko'pligi, selenda, aminokislotalarga boyligi uchun ham inson organizmiga ta'siri yuqori deb berilgan. Ko'plab insonlar ushbu mahsulot ichganda og'riqlari yengillayotgani va kayfiyati o'zgarayotgani haqida gapirib berishadi. Men ularga albatta nonning tarkibida bor minerallar bilan shu narsa yuz berayotganini aytaman. Bu nonni mahsuloti ajoyib immunomodulyator, immunitetni kuchaytiruvchi, og'riqlarni pasayishida, depressiyani yo'qotishda, qon bosimini yaxshilashda, viruslarga qarshi, astmada, suyak bo'g'im kasalliklarida, diabetda, oshqozon kasalliklarida juda foydali. Xususan ko'zga ham berish mumkin. Ko'plab insonlarda og'rig'i kuchli bo'layotgan insonlarga tavsiya qilamiz. Onkologiyada bilasiz, og'riq bilan kechadi jarayon, shunday jarayonlarda juda foydali. Artrit, artroz, revmatizmda juda foydali mahsulot. Agar shunday tanishlaringiz bo'lsa, albatta tavsiya qiling. Tog'ay to'qimasini o'sishiga yordam beradi. Tarkibida kalsiy, fosfor va magniyga juda boy. Vitamin, minerallar juda ko'p turi bor, shuning uchun foydalilik xususiyati juda yuqori. Men tavsiya qilgan bo'lardim, albatta bo'g'im, grijasi bor, bel og'riydigan, oyoq bo'g'imida muammosi bor insonlarga. Dexten korporatsiyasining ushbu ajoyib mahsulotini o'zingiz va oilangiz sog'ligi uchun olib iching, natijalar bilan yaqinlaringizga o'rtoqlashing. Ko'plab insonlarga tavsiya qilishdan charchamang.